Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda o'tgan safar tahlil qilib o'tgan ushbu grammatik testni 2024-yil uchun chiqarilgan namunaviy diagnostik testning reading qismini ishlab tahlil qilib chiqamiz. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Reading savollarini ishlashdan avval o'z tavsiyalarimni berib o'tishga harakat qilaman. Albatta, bu tavsiyalar sizga imtihonda ham yordam berishi mumkin. Albatta, birinchi kerak bo'ladigan narsalar readingda siz umumiy reading ishlash texnikangiz baland bo'lishi kerak. Ya'ni ko'proq reading ishlagan va matnni o'qigan, tushuna oladigan darajada bo'lishi shart. Ikkinchisi bo'lsa, albatta lug'at boyligi kuchli bo'lishi kerak. Lexical resource qanchalik baland bo'lsa, shunchalik bizga yaxshi hisoblanadi. Va undan keyingisi savollarda ishlashda bir nechta foydali maslahatlar bo'ladi. Ya'ni texnika deb aytsak bo'ladi yoki uslub. Ana shularga amal qilsak, biz vaqtni yutishimiz mumkin va yoki ko'proq to'g'ri javob topishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, birinchi savollarni o'qib chiqish tavsiya etiladi. Albatta, matndan avval savolni o'qib chiqish bizga umumiy matnda nima haqida ekanligini oldindan taxmin qila olish va undan keyin bo'lsa biz savollarda nimalarda javob topishimiz kerakligini aniqlashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Keling savollarni o'qib chiqamiz. The passage is about a man that bought a little girl about a bouquet of roses. Bir odam haqida qizaloqqa bir buket atirgul, ya'ni bir dasta atirgul olib bergan. A little girl that got a rose for her grandmother. Kichik qizaloq buvisiga atirgul olgan. Kichik qizaloq onasini 200 milliondan uzoqda yashaydigan qizcha haqida. A man who learned a good lesson from a little girl. Qizaloqdan dars olgan, ya'ni bir yaxshi saboq olgan bir odam haqida. Va biz matnni o'qishimiz davomida mana bu savolga javob topishimiz kerakligini bilib olamiz. The little girl wasn't able to buy rose because she didn't know what kind of flower her mother liked, didn't have sufficient money, had more than $1 on her, had left all her money at home. Qizaloq atirgul sotib ola olmasdi, chunki bilmasdi onasiga qanaqa gul yoqishini. Puli yetarli emas edi. $1 ko'p puli bor edi unda va barcha puli uyda qolib ketgan edi. Demak, qizaloqda nima uchun gul sotib olmayotgan sababini topib ekanmiz. Ikkinchisida one can infer from the text that girl's mother tushunsa bo'ladiki, matndan qizning onasi needed a rose to put in the vase, vazaga solish uchun atirgul kerak ekan. Had recently left the world, yaqinda bu dunyoni tark etgan. Had been working in the cemetery, qabristonda ishlaydi va died some years ago, bir necha yillar oldin vafot etgan. Onasi haqidagi ma'lumotni topamiz va oxirgi savol. All of the following statements are true. Shu statement fikrlari hammasi to'g'ri, bittasidan tashqari. Demak, 3 ta to'g'ri, bitta xato fikr berilgan. Ana shu fikrni topib belgilashimiz kerak ekan. The man's mother lived a long way off. Mana bu kishining onasi uzoqda yashaydi. The girl sent a bouquet of roses to her mother. Onasiga gul jo'natibdi bu qiz. Atirgul jo'natgani. The girl's mother had recently died. Yaqinda vafot etgani qizning. The man drove the girl to the cemetery. Qabristonga olib borib qo'yganligi, mashinada olib borib qo'ygan. Endi esa o'qib chiqamiz va skimming qilamiz, tez o'qib umumiy matn nima haqida ekanligini, qayerda qanday ma'lumot bor ekanligini topib olamiz. Albatta, reading testini tahlil qilib chiqish birmuncha o'zi aslida uzoq vaqt talab qiladi. Sababi buni o'qib, yana bir odamni o'zi ishlashiga ancha vaqt ketadi. A man stopped at a flower shop to order some flowers to send to his mother, who lived 200 miles away. Bir odam, ya'ni bir kishi gul do'koniga to'xtadi va onasi uzoqda yashaydigan, 200 milya uzoqda yashaydigan onasiga gul jo'natish uchun. As he got out his car, he noticed a young girl sitting on the curb crying. Demak, chiqqanida yig'lab o'tirgan qizchani ko'rib qoldi. He asked her what was wrong and she replied, I wanted to buy a rose for my mother, but I only have 75 cents and a rose cost $2. Nima bo'lganligini so'radi, ya'ni unga nima muammo bo'layotganini so'radi va qizaloq javob berib,
men onamga gul sotib, atirgul, qizil atirgul sotib olmoqchi edim, xohlagan edim. Ammo menda bor yo'g'i 75 sent bor. Atirgul esa, bitta atirgul esa $2 edi. The man smiled and said, odam kuldi va dedi, come on in with me. Men bilan yur, I'll buy you a rose. Men senga atirgul sotib beraman. He bought the little girl her rose and ordered his own mother's flower. Qizaloq atirgulni sotib olib berdi va o'ziga onasiga gulni buyurtma qildi. As they were leaving, chiqib ketayotganda, he offers girl a ride home. Qizga uyga olib borib qo'yishini taklif qildi. She said, yes please. U albatta, rahmat, uzr, ha, iltimos ma'nosida javob qaytardi. You can take my mother. Men onam oldiga olib borishingiz mumkin. She directed him to a cemetery. Qizaloq, ya'ni u qabristonga yo'l boshladi. They arrived at the cemetery where she places rose on the freshly dug grave. Ular yaqindagina qazilgan qabr ustiga gulni qo'ygan. Ya'ni yaqindagina ular qabristonga yetib keldi. Qayerdaki u yaqindagina qazilgan qabr ustiga atirgulni qo'ydi. The man returned to the flower shop and cancelled the order, picked up a bouquet and drove 200 miles to his mother's house. Gul do'koniga qaytib keldi u odam, buyurtmani bekor qildi va bir dasta gulni, ya'ni buket gulni olib 200 mil narida yashaydigan onasiga mashinada ketdi, ya'ni o'sha yoqqa jo'nadi. Matn nima haqida bo'ldi? Ko'proq gul olib, ya'ni bir buket gul olib bergan emas, bu ma'lumot xato. B variant, grandmother uchun gul olmadi, ya'ni buvisi uchun. Qizaloqda onasi 200 mil narida yashamas edi va D javob to'g'ri. Sababi qizaloqdan bu odam dars oldi, ya'ni onasiga mehribon bo'lish haqida. The little girl wasn't able to buy a rose because kichik qiz atirgul sotib ololmas edi. Va mana bu yerda berilgan bu qismi. But I only have 75 cents and rose costs $2. Aynan mana shu qism to'g'ri keladi. Demak, she didn't have sufficient money. Uning yetarlicha puli yo'q edi. One can infer from the text that the girl's mother. Tushunsa bo'ladiki, qizning onasi yaqindagina dunyoni tark etgan edi. Bu matnning qaysi qismida berilgan edi? Mana bu yerda they arrived at the cemetery where she placed a freshly dug grave. Ayniqsa mana shu qismi yaqindagina tark etganligi, ya'ni vafot etganligini anglatib turibdi. Some years ago emas, ishlayotganda ham emas, ba'zi uchun qo'yish uchun atirgul ham kerak emas edi. Bu inson onasi uzoqda yashadi, bu to'g'ri. Qiz onasiga bir dasta gul jo'natdi, bu xato. The girl's mother had recently died, bu to'g'ri, yaqinda vafot etgan va qizaloqni qabristonga olib borib qo'yganligi, bu ham to'g'ri. Demak, to'g'ri javob va variant. Ko'rib turganingizdek, 4 tala savolni tekshirib chiqdik va bizga ma'lumotlarni qayerda, qanday joylashganligi to'g'ri. Matn birmuncha oson, balkim haqiqiy imtihonda bundan qiyinroq tushishi mumkin. Umumiy ma'noda matn qanday bo'lishi va test savollariga oldindan ruhan tayyorgarlik, hali testga kirib chiqmaganlar uchun ruhan tayyorgarlik bo'ldi. Keyingi matnga o'tamiz. 3 ta matn beriladi odatda, ya'ni reading qismida 3 ta matn bo'ladi. Albatta savollarni o'qib olamiz va keyin matnga o'tib savollarga javob topamiz. According to the first paragraph, lots of young people. Matnga ko'ra ko'plab yosh odamlar yoki yoshlar prefer friends company to their family. Do'stlarini jamoasini ma'qul ko'radi oilasiga qaraganda. Care for their parents' opinions more than their friends. Ota-onasini fikrlariga ko'proq
g'amxo'rlik qiladi, ya'ni qayg'uradi. Do'stlarnikiga qaraganda, ya'ni ota-onasining fikrini muhimroq hisoblaydi. Prefer spending time with their grandparents, ya'ni buvasi bilan vaqt o'tkazishni ma'qul ko'radi. Are eager to visit their grandparents, ya'ni bobo buvilarnikiga ko'proq tashrif buyurishga nima deydi, eager xohlaydi. According to the second paragraph in an extended family, ikkinchi paragrafga ko'ra katta oiladagilar, other family members don't affect children, boshqa oila a'zolari yosh bolalarni qadrlashmaydi, yaxshi ko'rishmaydi. Children don't get enough care, bolalar yetarlicha g'amxo'rlik qabul olmaydi. Children spend more time with their grandparents, bolalar ko'proq bobo buvilar bilan vaqt o'tkazadi. The members have to share rooms, ya'ni oila a'zolari xonalarni baham ko'rishi, ya'ni bir-biri bilan baham ko'rishiga to'g'ri keladi yoki kerak. 86-savol. Which also following best expresses the information underlined part, ya'ni ostiga chizilgan so'zni eng yaxshi tasvirlaydigan, ifodalaydigan qism qaysi biri ifodalaydi? Children are skillful at dealing with problems. Bolalar mohir muammolar bilan shug'ullanishda. Grandparents never faced difficulties before. Bobo buvilar hech qachon qiyinchilikka duch kelmagan. Children solve grandparents all problems. Bolalar bobo buvilarning barcha muammolarini hal qilishadi. Grandparents have more life experience than children. Bobo buvilarning ko'proq tajribasi bor, hayot tajribasi bor bolalarga qaraganda. Mana aynan savollarda nima javob topishimiz kerakligini anglab oldik. Demak, birinchisi yoshlar haqida, ikkinchisi katta oiladagi ikkinchi paragrafdagi qismi haqida va oxirgisi ostiga chizilgan mana bu qismdagi ma'noni topishimizga to'g'ri keladi. Blood is thicker than water. Bu yerda qaysidir ma'noda idioma yoki maqolga o'xshash ma'noda kelyapti. Qon suvdan qalinroq ma'nosida, lekin bizda shunga mos ma'noda to'g'ri keladigan maqolni qo'ysak to'g'ri keladi. Aynan hozir qaysi maqol to'g'ri kelishi eslolmayapti, lekin maqol ma'nosida kelyapti. This means that family is more important than anyone else. Bu shuni anglatadiki, oila qolgan hammadan muhimroq. Bu o'zbek tilida qaysidir maqolga to'g'ri keladi, oila haqida. Many young people though spend more time with their friends than with their family. Ko'plab yosh odamlar garchi ko'proq vaqt o'tkazishadi, oilasiga qaraganda do'stlari bilan ko'proq. They value their friends' opinions more and enjoy their company. Ular do'stlarini fikrlarini ma'qul ko'rishadi, do'stlari fikrlari muhimroq ularga va ularning company, ya'ni jamoasi, do'stlar jamoasi ularga muhimroq bo'ladi ekan. Va aynan mana shu qismi savolda qayerda ekanligini belgilab ketamiz. When it's time to visit grandma or go to a cousin's wedding, ya'ni buvisiga tashrif buyurish vaqti kelganda yoki amakisining to'yiga. Teenagers often prefer to be left at home. O'smirlar ko'pincha uyda qolishni ma'qul ko'rishadi. In Asia, the Middle East, South America, Sub-Saharan Africa, over 40% of children live in families with other adults such as aunts, uncles, and grandparents in addition to their parents, whereas in Europe, Australia, and North America, less than 25% of children live in extended families. Osiyo, O'rta Sharq, Janubiy Amerika va Sub-Saharan Afrika, Sahroiy kabir bo'ladi. Shunda Sahara, balki men adashayotgandirman. Afrikada 40% oshiq bolalar oilasi bilan birgalikda kattalar, ammalari, amma xolalari, amakilari va bobo buvilari bilan birgalikda va yana qo'shimchasiga ota-onalari bilan yashashadi. Garchi Yevropa, Avstraliya va Shimoliy Amerikada 25% dan kamroq bolalar katta oilalarda yashashadi. Ya'ni Yevropada va Avstraliya, Shimoliy Amerikada 25% dan kamroq. Mana bu ko'rsatib o'tilgan hududlarda 40% dan ko'proq bolalar extended family, ya'ni katta oilada yashashadi. The people children live
with have a great influence on the way children grow up. Ya'ni bolalari bilan birga yashaydigan oilalarda bolalarda ta'sir ko'proq bo'ladi. Those who live with their extended family have many advantages. Ya'ni katta oilada yashaydiganlarda ustunlik taraflari ko'proq bo'ladi, ya'ni foyda, ustun jihatlari ko'proq bo'ladi. They usually get lots of love and attention. Ular ko'proq muhabbat va e'tibor olishadi. Grandparents often have more time to read children and play with them. Bobo buvilarning ko'proq vaqti bo'ladi bolalarga biror narsalar o'qib berishiga va ular bilan birgalikda o'ynashga. As they are often retired, they are not always busy and stressed as many parents are. Ular nafaqaga chiqishgandan so'ng har doim ham band va ota-onalar kabi ko'plab ota-onalar kabi stressga tushgan bo'lmaydi. They have learned to be patient. Ular sabrli bo'lishni o'rganishgan. And grandparents have already solved most of the problems which children face today. Ya'ni endi bobo buvilar ya'ni allaqachon muammolarning ko'pchiligini hal qilib bo'lishgan, qaysiki bolalar endi ya'ni mana shu bugun duch keladigan. Birinchi paragrafga ko'ra ko'proq odamlar ma'qul ko'radi do'stlarini oilalariga qaraganda. Aynan mana shu qismi they value their friends' opinions more. Do'stlarning fikrlarini ko'proq qadrlashadi va ularni jamoasidan ko'ra. Qolganlari care for their parents' opinion, bu teskarisi aytilyapti. Prefer spending time with their grandma, bu haqda ma'lumot berilmagan, chunki uyda qolishni xohlardi deb aytilgan. Mana bu qismida when it's time to visit grandma or go to a cousin's wedding, teenagers often prefer to be left at home. Are eager to visit their grandparents, bu ham to'g'ri emas. To'g'ri javob A. According to the second paragraph, in an extended family, katta oilada other family members don't affect children. Boshqa oila a'zolari bolalarni yoqtirishmaydi, ya'ni yaxshi ko'rishmaydi. Bunday emas. Children don't get enough care. Yetarlicha g'amxo'rlik olmaydi. Bu ham ma'lumot to'g'ri emas, chunki katta oilalarda ustun jihatlari haqida aytilgan. Ular they usually get lots of love and attention deyilgan. Shuning uchun ham bu variant noto'g'ri. Children spend more time with their grandparents. Bu ma'lumot ko'proq to'g'ri, chunki boya o'qib o'tganimizda ham ko'rdik. Mana bu qismdan boshlangan desak, qizil bilan belgilab qo'yaman. Mana shu qismdan boshlangan. Ko'p o'ynaydi va o'qib beradi bir narsa. The variant the members have to share rooms. Oila a'zolari xonalarda bo'lishiga to'g'ri kelishi haqida ma'lumot aytilmagan. Balkim bunday bo'lishi ham mumkin, lekin aytilmagan. Shuning uchun to'g'ri variant C. Which also following best expresses information in the underlined part. Ortasiga chizilgan so'z. Grandparents have already solved most of the problems which children face today. Bobo buvilar, ya'ni bobo buvilari bolalar bugun duch keladigan muammolarni allaqachon yechib bo'lishgan. Ma'nosida children are skillful degan xato, bu ma'noda emas. Grandparents hech qachon muammoga duch kelmagan, bu ham to'g'ri emas. Bolalar bobo buvilar hamma muammosini hal qilishadi, bu ham noto'g'ri va bobo buvilarning hayotiy tajribasi bor. Bolalarga qaraganda ko'proq shu D variant to'g'ri kelar ekan. Mana sizlar bilan ikkinchi matnni ham ko'rib chiqdik va nihoyat uchinchi matnga keldik. Bu yilgi va o'tgan yilgi savollar namunasiga juda ham yaqin bo'lgan savol. Contact the service technician for repair. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda instructions deyilyapti. O'zi umuman matnni qisqa sarlavhalardan ko'rsak bo'ladi. Bu yerda bizga instruksiya, ya'ni yo'riqnoma, biror narsadan foydalanish yoki biror narsa qilish ketma-ketligi tushuntirilgan. Va esingizda bo'lsa, ingliz tilida nimadan savollar tushadi mavzusidagi videomizda aynan ingliz tilidagi savollar ko'rinishini ta'kidlab o'tgan edim. Xuddi mana shu ko'rinishdagi savol tushish ehtimoli bo'ladi. Nafaqat xaridorlik, ya'ni muzlatgich, balki bundan ham boshqacharoq ma'noda savollar kelishi mumkin yoki shu ko'rinishda bo'ladi. Keling yana matnlarni o'qib chiqamiz va keyin savollarni o'qib chiqamiz, keyin matnlardan savolga javob qidira boshlaymiz. The text states that if the refrigerator needs repairing, you should. Matnda shuni ta'kidlanadiki, agarda muzlatgichni sozlanishi kerak bo'lsa, siz qilishingiz kerak. Ask children for help. Bolalardan yordam so'rashingiz kerak. Fix it by yourself.
o'zingiz ta'mirlashingiz kerak. Return it to the company. Kompaniyaga qaytarib berishingiz kerak. Contact a specialist. Mutaxassisga aloqaga chiqishingiz kerak. Va umuman savolni darajasi oson desa bo'ladi. Bu savolning sababi bolalardan mantiqiy jihatdan bolalarga javob yordam so'rash to'g'ri emas. O'zingiz to'g'rilashingiz degan ham to'g'ri emas va katta ehtimol bilan mana bu variant bo'ladi. Va men bu savolni hali o'qiganim yo'q edi va taxminiy variantimni oldindan belgilab ketaman. Savolni o'qimasdan. Ko'pincha mana shunaqa savollar ham tushish ehtimoli bor va ko'pincha mana shu javoblar to'g'ri keladi. Lekin sizga ham mantiqan ishlashni tavsiya etmayman. Albatta buni hozir isbotlab ham ko'rib chiqamiz. Balkim boshqa javob ham to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin mantiqan mana shu javobni belgilab turibman. Which statement is true about using the refrigerator? Qaysi biri to'g'ri muzlatgichdan foydalanishda haqida. It's allowed to expose the refrigerator to direct sunshine. The refrigerator is intended to be used at home only. Refrigerator requires to be cleaned while it's running. Refrigerator may be put in water or any other liquid. Oxirgi D variantidan tarjima qilib boshlaymiz. Muzlatgichni suvga solish mumkin yoki boshqa har qanday muzlatgichga qo'shish mumkin suv yoki boshqa har qanday suyuqliklar. S variantda esa ya'ni ishlayotgan vaqtida uni tozalash kerakligi aytilgan, talab qilinishi shu narsani. B variantda faqatgina uyda foydalanish nazarda tutilganligi, ya'ni uyda foydalanish kerakligi aytilyapti va A variantda quyoshga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib qo'yish imkoniyati berilishi aytib o'tilgan. 89-savol. If you keep the doors of the refrigerator open for a long time, it will help the products stay fresh, increase the lifespan of the fridge, cause the fridge to use more electric energy, promote air circulation inside the fridge. Agarda siz muzlatgich eshiklarini ochiq saqlasangiz uzoq vaqt u yordam beradi. Albatta bu savolni ham mantiqan topsa bo'ladi. Keling tarjima qilib o'taman. Mahsulotlarni stay fresh, ya'ni sof holatda, yangi holatda turishiga yordam beradi. Qolishiga muzlatgichning hayotini, ya'ni ishlash davrini uzaytiradi. Ko'proq energiya ishlab chiqarishga sabab bo'ladi va havo aylanishini ta'minlab beradi ichkarida. Havo aylanmasini. Oxirgi savol. According to the text, explosive objects may be stored in this fridge. Ya'ni portlovchi obyektlar, narsalar saqlanishi mumkin bu muzlatgich ichida. The product should be put into the fridge without their packages. Ya'ni o'zining maxsus paketlari, ya'ni idishlari bilan qo'yilmasligi kerak, idishlarsiz qo'yilishi kerak. The fridge shouldn't be put near heat sources. Issiq joylarga, manbalarga yaqin qo'yilmasligi kerak. The place of the fridge should be changed regularly. Joyi tez o'zgartirilib turilishi kerak. Kerak, endi o'qib chiqamiz. Caution. Bu eslatma ma'nosida keladi. Ya'ni favqulodda holat eslatma. Contact the service technician for repair maintenance of the refrigerator. Repair va maintenance bu yerda tuzatish ma'nosida keladi va agar kerak bo'lib qolsa xizmat texnikka, ya'ni mutaxassisga aloqaga chiqing deyapti va to'g'ri javob mana yana variantda belgilab o'tilyapti. Taxminan to'g'ri chiqdi. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Bolalar u narsa bilan o'ynamasligi kerak. Mana javob xatoligi isbotlandi. Please turn off and unplug the device before cleaning or maintenance. Iltimos o'chirib qo'ying yoki tokdan elektr energiyasini uzib qo'ying tozalashdan va tuzatishdan avval. Bu yerda ikkinchi savol javobi ham aytib o'tildi desak to'g'ri bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri quyoshga qaratib qo'yish aytilmagan. Ikkinchi savolda masalan S variantda xatolik aytilgan, chunki ishlayotgan paytda
tozalash kerakligi aytilmaydi. Mana bu yerda nima deyildi? Iltimos o'chirib qo'ying tozalashdan avval. Tozalash payti ishlatish mumkin emas degan ma'noni bildiryapti. Demak, variantning xatoligi aniqlandi. Davom etamiz. This safety instruction, ya'ni xavfsizlik yo'riqnomalari. This device is for household use only. Faqatgina uy, ya'ni uy yumushlari uchun, ya'ni uyda ishlatilishi uchun. Never put the machine in water or any other liquid. Hech qachon qo'ymang mashinani suvga yoki boshqa suyuqliklar ichiga. Do not use the machine under direct sunshine. To'g'ridan to'g'ri kelayotgan quyosh ostiga qo'ymang. Please turn off the device when not in use, otherwise it may result danger. Iltimos foydalanmayotgan paytingizda o'chirib qo'ying. Aks holda u ya'ni xavf-xatarga sabab bo'lishi mumkin. With any sign of damage or malfunction, please stop using immediately to avoid danger. Har qanday zarar yoki noto'g'ri ishlash belgisi ko'ringanda, iltimos shu zahoti foydalanishdan to'xtating, zarardan, xavf-xatardan oldini olish uchun. Contact the service center for repair. Tuzatish uchun aloqaga chiqing, ya'ni markazga, xizmat ko'rsatish markaziga. Do not attempt to repair or change any parts by yourself. O'zingiz tuzatishga, hech qaysi qismini o'zgartirishga yoki o'zingiz tuzatishga harakat qilib ko'rmang. The more products are put in the refrigerator or the longer the doors are opened, the more electric consumption will be, which may eventually lead to malfunction. Qanchalik ko'p narsa qo'yilsa yoki qanchalik ko'p eshiklar ochiq tursa, shunchalik ko'p elektr sarf xarajati ko'proq bo'ladi. Bu sabab bo'lishi mumkin uning noto'g'ri ishlashiga. Keep it away from any fire or heat sources. Uzoqroq olov va issiqlik manbalaridan uzoqda tuting. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable element. This is the device. Portlovchi moddalar, masalan, aerozol to'ldirilgan idishlardagi, ya'ni yonuvchi modda bor narsalarni bu qurilma ichiga qo'ymang. Demak, mutaxassisga oldiga chiqish 100% to'g'ri bo'ldi. Qaysi biri to'g'ri edi? Bu to'g'ridan to'g'ri quyosh ostiga qo'yish mumkin degan narsa noto'g'ri, sababi qo'yilmang degan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Do not use the machine under direct sunshine. Faqatgina uyda ishlatilish uchun edi. Bu variant to'g'ri, sababi household only degan joyini ko'rib o'tdik. Mana bu qismi this device is used for household only. Va the variant suv ichiga qo'yilishi mumkin. Bu haqda ham aytib o'tildi safety instruction qismida. Har qanday suyuqlik yoki suvga qo'yilish haqida ham aytib o'tilgan edi. Boya sizlar bilan birgalikda o'qib chiqdik. Hozir bu narsani mana bu belgi ostida biroz ko'rinmay qolgan. Never put machine in water or any other liquid. Demak, to'g'ri javob B variant 88-savolga. 89-savol. If you keep the doors open, ya'ni eshikni ochiq qoldirsangiz, mana bu yerda ko'rdik. Aynan mana shu qism to'laqonli to'g'ri kelyapti. Va bu yerda stay fresh emas, faqatgina sabab bo'ladi ko'p energiya sarfiga ishlatilishiga. The longer the doors are opened, the more electric consumption will be. Consumption degani mana bu used sinonim ma'nosida kelyapti. Va oxirgi savol, bu videomizga ham oxirgi savol hisoblanadi. Matnga ko'ra
qo'yilishi mumkin portlovchi narsalar. Bu yerda unaqa narsa aytilmadi. Aksincha teskarisi aytildi. Do not store explosive substances. Substance so'zi modda va narsa ma'nosida keladi. Modda ma'nosida ko'proq to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri kelmas ekan. Object sinonim bo'lib keldi substance. Demak, bu variant A variant xato. B variant, the product should be put into the fridge without their package. Bu haqda aytilmadi. The fridge shouldn't be put near heat sources. Ya'ni issiqlik manbalari yaqiniga qo'yilmasi kerak. Bu haqda aytib o'tildi. Keep it away from any fire and heat sources. Mana bu qismi to'g'ri keldi. Uzoqda saqlang ma'nosida keldi. Shuning uchun ham to'g'ri javob C. Tez-tez o'zgartirib turish haqida ma'lumot aytib o'tilmadi. Mana sizlar bilan birgalikda bugun reading qismini ko'rib chiqdik. Grammatika qismini ko'rmaganlar uchun video izoh qismida linki va undan tashqari kanalimizda o'tib ham ko'rib olishingiz mumkin. Albatta bu test sobiq, ya'ni eski nomi Davlat test markazi, hozirgi bilim va malakalarni baholash agentligining 2023-yilda ba'zi tushgan savollari, buni video kommentariyalarda testga kirib chiqqan abituriyentlar ham tasdiqladi. Ya'ni namuna uchun chiqarilgan test va bu testni siz ham sotib olishingiz mumkin. Har yili Davlat test markazi, ya'ni bilim va malakalarni baholash agentligi diagnostik test materiallariga, mana ya'ni savollar namunalariga buyurtma qabul qilishni boshlaydi. Ana shu vaqtda siz ham kirib testga buyurtma berib, o'zingizga kerakli fanlarni tanlab, savollar namunalarini ko'rib chiqishingiz va tanishishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi qism reading savollarimiz ham bugun joylanadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.